Nimalar qilyapsiz endi aka? Mana shu mart oyida ekilgan podvoylarimiz deb xato kamchiligi tepasida setkasi tayda qora salafani tomchilab sug'orishda bo'lmaganligi uchun olib kelib ko'rsating. Mana qurish issiqqa chidalmagan, kech ekilganligi sababli odatda laboratoriya ko'chatlari kech ekiladi, chunki chiqish vaqti kech bo'ladi. Shuni hisobiga issiqqa bardosh bera olmasdan qurish bo'ladi. Ham yerimiz toshli, shu sababdan ko'proq yerni ko'rsatib tanlab ekilar deyilganda mana bular o'zimizni oddiy mahalliy tomirlar hisoblanadi. Bular chidamli bo'ladi, kam suvga ham, ser suvga ham chidaveradi. Podvoylar parvarish talabroq bo'ladi, shu sababdan qurish bo'ladi. Shu sababdan tagini nami ketib qolmasligi uchun ko'chatda ushlab qolish maqsadida imkon qadar harakat qilinyapti. Doim yaqinroqdan ko'rsating, bu tomonga olib keling. Doim barcha dehqonlarimizda kamchilik bo'lyapti, juda ham ko'p holatda. Shu kamchiliklarni aytib o'taman, qaranglar. Bu tomondan olib ko'rsating. Daraxt tanasidan bir qarich uzoqlikda ariq bo'lish kerak. Agar siz arig'iz 1 metr yo yarim metr uzoqda bo'lsa, ko'chatingiz suv ichalmaydi va rivojlanmaydi. Shu sababdan ko'rib olinglar. Daraxtdan 25 sm uzoqlikda ariq yonidan, ikki yonidan olib o'tish kerak bo'ladi. Mahalliy o'g'it go'ngmi yoki dorimi soladigan bo'lsangiz, shu ikkala yoniga solasiz. Shuni hisobiga nam tez yetib boradi. Do'stlar, ma'lumotlarga bitta like bosamiz va bu videoni yangi ko'chat ekib tezda qurib olishining sababini topolmayotgan aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz. Ekishda doim agronomik maslahatidan foydalaninglar, chunki yerlaringga tushmaydigan ko'chat ekib qo'yib yutqizib qo'yasizlar.